Margulan aka Sesenbay. Menimcha hammalar bu akamlarni ko'rgansizlar. Oxirgi payt hayot yo'llariga qiziqib qoldim, chunki shaxsiy brendlarni juda ham zo'r quryaptilar. Va oxirgi 1-2 yilning ichida juda trendga chiqib ketib qoldilar. Yig'gan datalarim haqida ozgina sizga informatsiya beraman. Menimcha qiziq bo'ladi. Hayot yo'li juda ham qiziq inson, dehqon, tadbirkor, milliarder, shu bilan birgalikda Interpol qidiruvidagi inson. Shu qiyinchiliklardan o'tib, hozirgi kundagi tadbirkorlarni ustoziga aylangan odam. Margulan aka fermerlar, dehqonlar oilasida tug'ilib, birinchi bizneslarini 1991-yilda boshlab, 26 yoshlariga kirganda 13 million dollar daromad qilgan ekanlar. 2007-yilda Margulan Sesenbay birinchi marotaba Qozog'istonda o'zini biznesini IPOga olib chiqib, 4 milliard dollarga baholatib milliarderga aylangan. Lekin 2009-yilga kelib u insonning hamma ishlariga tergov ishlari ochilib, Interpol tomonidan qidiruvga berilgan ekan. Eng qiziq joyi 6 milliardlik sosteniydan 0 ga tushib, yana hozir millionlik sosteniyaga chiqib olganlarida bo'ldi men uchun. Bugungi kundagi eng asosiy qilayotgan ishlari nima bilasizmi? Bugungi kunda asosiy ishlari blogerlik. 7-8 soatlab syomkalar uchun vaqtlarini ajratayotganlarni aniqni kontent qilib qo'ydilar. Va bugun Instagramda 2 milliondan ortiq, YouTube'da 2 millionga yaqin obunachilari bor va bu yoqda o'zlarini yig'gan tajribalari va bilimlari bilan bo'lishyaptilar. Margulan Sesenbay juda qisqa vaqt ichida mashhurlikka erishdilar, chunki bularda yig'ilgan ba'zi katta edi. Agar ba'zi zo'r bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek shaxsiy brendni ko'tarish ham ancha oson bo'ladi. Agar men ham shaxsiy brendimni qurmoqchiman, o'ziga yarasha ba'zam yig'ildi degan qarorda bo'lsangiz, tadbirkor va soha egalariga onlayn va offlayn darslarimiz boshlanish arafasida hozir predzapis bo'lyapti. Batafsil ma'lumot olish uchun, darslarga qo'shilish uchun shu videoni kommentariyasida dars so'zini yozib qoldirsangiz, ro'yxatdan o'tish uchun linkni direktingizdan avtomatik yuborib qo'yamiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like kesdan chiqarmang.